Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon saxovat oyi munosabati bilan bizlar, ya'ni Payg'ambar ota masjidi jamoasi homiylarni jalb qilgan holatda 35 ta xonadon aksiyasi, ya'ni xonadondan xabar olishlik maqsadida mana bunday mahsulotlarni tarqatish niyatida tayyorlab qo'yildi. Yoshlarim oqardi, tunlarim uyqusiz o'tardi. Rasulullohni sog'inganda tunlarim uyqusiz o'tardi. Rasulullohni sog'inganda Makka yu Madinaga borsam, yurgan yo'llaridan men yursam, qaniydi men yonimda ko'rsam, Rasulullohni sog'inganda gaplari Bu masjidimizdan ehson. Rahmat. Ramazonga. Bular o'rtoqlar ekan, o'g'lingiz. Ha, shu o'rtoqlar. Xabar olaylik deb birga kirishdi. Yaxshi. Mana bunday o'tib ketgan o'rtoqlarning orqasidan yana hovlidan xabar olib, mana bu yaqinlardan xabar olib turibdiki, Alloh taolo ruhlari shod bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo xonadondagi bu mushkulotni o'zing oson qilgin. Hojatlarni omon qilgin. Alloh taolo o'zing shifoyi kulli bergin. Alloh subhanahu va taolo xonadondagi bu mushkulotni, Alloh taolo tashvishni Alloh taolo o'zing aritgin. Alloh subhanahu va taolo hammalarni baxtli, saodatli hayotga